Assalomu alaykum hurmatli Manchester United muxlislari. Sizlar bilan yana Zamin Reds kanali va man sizlarga e'tiborlaringizga navbatdagi preview videoni taqdim qilaman. Undan oldin odatdagidek sizlardan like bosishda, kommentariy yozishda hamda bizning kanalga podpiska qilishda iltimos qilgan holda, demak biz boshlaymiz. Bugungi mavzumiz ertadan keyin jumadan shanbaga o'tar kechasi soat 1:00 da Vitality stadionida mahalliy Bournemouth jamoasi Manchester United jamoasini qabul qiladi va shu o'yinga bag'ishlangan ma'lumotlarni man sizlarga o'yin atrofidagi ma'lumotlarni man sizlarga berib o'tishga harakat qilaman. O'yin haqida nima deyish mumkin? Ajoyib formaga, g'alabali formaga kirib borayotgan Manchester United va o'zidan yuqoridagi barcha jamoalarni yenga olgan United yangi nafas olib kirgan Carrick qanday Bournemouth to'sig'idan o'ta oladi? Asosan himoyaga asoslanib o'ynaydigan jamoa to'sig'idan qanday qilib o'ta oladi va ko'proq avtobus qo'yib o'ynashga moslashgan jamoani qanday yechim topa oladi degan savollar mavjud. Ko'ramiz, ishonamiz, Carrick Bournemouthday o'rtamiyona jamoaga qarshi kalit topa oladi va o'sha g'alabali seriyamizda yana bittaga davom ettiradi va 3-o'rindagi o'rnimizni yanada mustahkamlaydi degan umid bilan o'sha o'yinni kutib qolamiz. O'yin nuqtai nazaridan yana nimalarni aytish mumkin? So'zsiz bu Bournemouth uchun ham katta sinov. Chunki jamoa turnir jadvalining o'rtasida ketyapti. U haqida yana gapirib o'tamiz. Hozir esa shu o'yinga tusha olmaydigan futbolchilar ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak Bournemouth tarkibida quyidagi futbolchilar maydonga tusha olmaydi deb beryapti insiderlar. Cook, Kluivert hamda Salerlarni maydonga tusha olmaydi deb beryapti ko'pgina insiderlar. Manchester United tarkibida esa Matthijs de Ligt, Patrick Dorgu hamda Lisandro Martinezlarni maydonga tusha olmaydi deb beryapti turli xil saytlar, insiderlar. Nima deyish mumkin? Manchester Unitedda himoyachilar maydonga tusha olmayapti. Shu sababli biz o'sha ishongan himoya juftligimizdan foydalanadi degan umidda o'zi Carrickni o'zi jamoa asosiy futbolchilarini ko'pam almashtirishga va natijaga erishgandan keyin ko'pam almashtirishga, rotatsiya qilishga ko'p ishtiyoqmand emasligini ko'rsatmoqda. Bevosita so'nggi o'yinlar va o'zaro o'yinlarning statistikasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, Bournemouth so'nggi 5 ta o'yinda 4 ta nichya hamda bitta g'alaba qozongan. So'nggi o'yinda ular Burnley jamoasiga qarshi maydonga tushib 0-0 hisobini qayd etishgan mehmonda. Manchester Unitedda esa natijalar ancha yaxshi. Ular 5 ta o'yinda, so'nggi 5 ta o'yinda 3 ta g'alaba, bitta mag'lubiyat hamda bitta durang qayd olishgan. So'nggi o'yinda ular Aston Villa jamoasi ustidan ishonchli tarzda 3-1 hisobida g'alaba qozonib olgan. Jamoalarni o'zaro o'yinlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, jamoalar shu paytgacha 26 bora maydonga tushishgan va shundan 15 bora Manchester United qo'li baland kelgan, 5 bora Bournemouth g'alaba qozongan va 6 bora jamoalar murosa ko'chasini tanlashgan. Ko'rinib turibdi, bunda ham ustunlik Manchester Unitedda va 27-o'yinda umid qilamiz Carrickning qo'li baland keladi deb o'ylayman. Endi bevosita turnir jadvalini ko'rib chiqadigan bo'lsak, turnir jadvalida demak birinchi o'rinda 31 ta tur o'ynagan Arsenal jamoasi ketmoqda 70 ochko bilan. Ikkinchi o'rinda Manchester City jamoasi, ularda 30 ta turdan keyin 61 ochko mavjud. Uchinchi o'rinda Manchester United jamoasi 30 ta turdan keyin 54 ochko to'plagan holda ketishyapti va 10-o'rinda Bournemouth jamoasi 30 ochko bilan 41 ochko to'plagan holda 30 ta o'yindan keyin 10-o'rinda mustahkam egallab turibdi. Ko'rib turibsizlar, boya aytganimdek, Bournemouth jamoasi o'rtamiyona va ko'proq avtobus qo'yib himoyadan o'ynaydigan jamoa hisoblanadi va biz Manchester United muxlislari umid qilamizki, biz bu himoya qo'rg'onini kalitini topa olamiz. Endi o'yinga tushish mumkin bo'lgan futbolchilarni, ya'ni taxminiy tarkibni ko'rib chiqadigan bo'lsak, men quyidagi futbolchilar maydonga tushishi mumkin deb aytyapman. Sizlar esa o'zlaringiz fikrlaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Demak, darvozada Saini Lamins, himoyada Luke Shaw, Harry Maguire, Leny Yoro hamda Diego Dalotlarni qo'ydim, chunki bu juftligimiz deyarli barcha o'yinlarda shu tartibda maydonga tushib kelmoqda va ijobiy natijalar ko'proq kuzatilyapti shu tarkib bo'lganda. Tayanch zonasida Maynu hamda Kazimirolarni qo'ydim, chunki bular oxirgi o'yinlarda markazda juda ajoyib o'yin namoyish qilyapti. Maynu ham, Kazimiro ham. Hujumchilar ortida bizda El Capitano Magnifico
Bruno Fernandeshni qo'ydim men, chunki u so'nggi o'yinlarda o'sha o'zlarining natijalarini xabari borsa, o'tgan videomda men bu haqda gapirganman. Albatta ссылкасini qoldiraman, ko'rishlaring mumkin. O'ziga yuklatilgan ishonchni yana bir bor isbotlayapti. Bruno Fernandesh va Manchester United uchun hozirgi paytdagi eng stabil o'zgarish kerak bo'lmagan futbolchi toifasiga kiryapti. Ya'ni Manchester United usiz o'yinni umuman boshqacha Manchester United bo'lyapti. U bo'lganda, maydonda harakat qilganda Manchester United boshqacha o'yin namoyish qila olyapti. Ikkita qanotda Mateus Cunha hamda Amad Diallolarni qo'ydim va hujumda Bryan Mbeumolarni qo'ydim, chunki bu uchta futbolchi ham o'tgan o'yinlarda ham ajoyib tarzda o'sha darvoza tomon yo'l topa olishgan. Mana shu taxminiy tarkibda maydonga tushadi deb taxmin qildim. Sizlar esa albatta o'zlaring fikrlaringni kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana sizlarga futbol haqida yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shundan iborat edi. Sizlardan odatdagidek like bosishda, kommentariy yozishda hamda bizni kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda shuni ta'kidlab o'tamanki, videoni so'ngida men 2016-yilda o'sha dastlab Jose Mourinho kelgandagi bu birinchi turda Bournemouthga qarshi maydonga tushganmiz va o'shanda Zlatan Ibrahimovich, Rooney kabi futbolchilarimiz tarkibimizda bordi va o'sha o'yinda biz 1-3 hisobida g'alaba qozonganmiz. Men o'sha gollarni qo'yib berishga ahd qildim. Va sizlardan yuqorida aytganimdek faollikni kutib qolgan holda sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, o'zlaringni asranglar.